Shunday qaynonalar bor. Ular o'lganda uyidagilarning ko'zidan faqat xursandchilik yoshi oqadi. Uyida janoza emas, bayram bo'ladi. Nimaga? Bu qanday qaynona? Kelinga kun bermaydi. Kelinni ishidan ayib qidiradi. Kelinni hatto yotog'igacha aralashadi. O'g'lini qizg'onadi. O'g'lini, kelinini baxtli bo'lganini ko'ra olmaydigan, ichi marazga to'lgan qaynonalar bor. Bor shunaqalar. Mana shu insonlar o'lganda uyida bayram bo'ladi. Eshitmadi, yaxshilab. O'zingdan o'lganingdan keyin haqqingga duo qiladigan kelinni qoldirib ket. Bolani qoldirib ket. O'g'ilni qoldirib ket. Agar o'g'lingni hayotiga har ikkita ishiga burningni tiqib ularni baxtiga to'sqinlik qilayotgan bo'lsang, bilkinki, seni o'limingdan keyin faqatgina ular xursand bo'ladi xolos. Bundan ko'ra mehrli bo'l, shafqatli bo'l. Sandan keyin ikki rakat namoz o'qib, qaynonami joyi jannatda bo'lsin deydigan kelinlarni qoldirib ketmaysanmi? 2 qator Qur'on tilovat qilib, senga bag'ishlaydigan kelinlarni qoldirib ketmaysanmi? Nima qilasan ularni turmushiga aralashaverib? Biz so'rovnoma o'tkazamiz. Qayning yaxshimi, qoniqarlimi, yomonmi?